Toshkent shahrining Jar sport majmuasida universal jang sporti turi bo'yicha o'smir yoshlar o'rtasida Osiyo ochiq chempionati start oldi. Poytaxtimiz mezbonligida o'tkazilayotgan Osiyo ochiq chempionatida Pokiston, Qozog'iston, Nigeriya, Turkiya, Tojikiston, Qirg'iziston va respublikamizning barcha hududlaridan sportchilar va bosh murabbiylar ishtirok etmoqdalar. Yuqori saviyada tashkil etilgan chempionatning ochilish marosimida universal jang bo'yicha Xalqaro havaskorlar Osiyo qit'asi federatsiyasi raisi Sardor Toshxo'jayev, faxriy mehmon Stanislav Habibulin, universal jang bo'yicha Xalqaro havaskorlar Osiyo qit'asi federatsiyasi bosh direktori Nodir Xudoyberdiyev, universal jang federatsiyasining ayollar qo'mitasi raisi Saida Shagullamovalar ishtirok etdilar. Shuningdek, Osiyo ochiq chempionatida professional sportchilar turli ko'rgazmali chiqishlarini namoyon etdilar. O'ylaymizki, o'tgan yilgi Osiyo chempionatida ham umumjamoa safida birinchi o'rin olganmiz va bu yil ham shunga astoydil harakat qilganmiz. Hozir maqsadimiz nima? Hozirgi yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalab, o'sha o'z vatanini munosib qayerda bo'lsa ham o'zbek degan nomni dunyoga tanitib, munosib himoya qiladigan bir jasur mard o'g'lonlarni tarbiyalash maqsadimiz. Поприветствую всех участников чемпионата. Barcha qatnashchilarni yurtimizga tashriflaridan mamnunmiz. Markaziy Osiyoning barcha davlatlaridan vakillar ushbu musobaqada qatnashyapti. Yurtimizda sportga qaratilayotgan katta e'tibor tufayli bunday chempionatlarni tashkil etmoqdamiz. Barcha qatnashchilarga omad tilaymiz. Bu yoshlarga tajribalarini oshirishga, mahoratlarini charxlashga yordam beradi. Chempionatning tantanali ochilish marosimida so'zga chiqqanlar universal jang sporti turi bo'yicha musobaqalar yuqori saviyada o'tkazilayotganligi, qisqa davr mobaynida ushbu sport turiga yoshlar orasida qiziqish tobora ortib va jahon musobaqalarida sportchilarimiz yuqori natijalarni qayd etayotganliklari haqida so'z yuritildi. Mazkur musobaqadan ko'zlangan maqsad yoshlarni sportga jalb qilish, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va iqtidorli sportchilarni saralab olishdan iboratdir.